Yigitlar, telefon kimniki? Telefon jiringlayapti. Ana Boburniki. Ha, shef, meniki. 1 minut. Assalomu alaykum boshliq. Sanikimidi? Meniki. Yolg'onchining telefoni. Alo. Yaxshimisiz? Aha, boraman. Ishim tugab qoldi, chiqaman. Bo'pti. Boshliq. Menga qara, Bobur. Ishqilib tinmaysan, ha? Yolg'onchim, kapalagim, quyoncham, ha? Yo'q, boshliq. Ha, undan ko'ra uylansang bo'lmaydimi? Ishlab qizlarga sarflagancha. Unaqa ishlar qilmayman, boshliq. Ha, yo'q. Yolg'onchi deb yozib qo'yganmisan. O'zing-ku yolg'onchi. Bu dunyoda eng yolg'onchi inson kim bilasizmi? Sen-da ko'zingga qarab turib aldab turibsan. Ona. Ona? Nega qara? Sen onani yaxshilashga o'rniga yomonlayapsanmi sen? Ona qorningiz ochmi? Yo'q, to'qman bolam. Ona, ahvolingiz yaxshimi? Hech qayerga zo'rmayaptimi? Otdayman bolam. Ona, pulingiz bormi? Beraymi? Yo'q, bolam, pensiyam tushgan. Pulim bor. Inson shu qadar ham yolg'onchi bo'ladimi? Eng achinarlisi, biz ana shu yolg'onlarga ishonib yashayapmiz. Ona? Assalomu alaykum. Ha, yolg'onchima. Mana aytgan narsalarni olib keldim. Mana. Siz yaxshi ko'rgan narsani olib keldim. Ha, aytgandek. Men pulni olib qo'ying. Bugun bir dugonalaringizni aylanib keling. Bugun ishxonamizdagi Bobur hamma onalarning sirini ochdi. O'zi xirt yolg'onchi sizlar ekansizlar-ku, ha? O'zi bundoq o'ylab qarasam, har doim meni aldab kelgan ekansiz, ha, ona? Sog'man, pul kerak emas. Bu yoqqa bormayman, bu yoqqa bormayman. Endi unaqasi ketmaydi. Qani, boring, keyin chiqing. Men sizni bir doktorga aytay. Turing. Ona. Onajon. Mani chiqib yana bir marta aldang. Yana bir marta yolg'on gapiring. Shu yolg'onlarga ishongan ekanman, ha. Mana yolg'onchiginam, mehribonim onam. Endi men sizsizman. Mana hamma narsam bor, lekin sizday yolg'onchim yo'q.